qilib uxotda pulni tejasa bo'ladi va albatta yuzni buzmay. Aslida yaxshi yuz teriga ega bo'lish uchun bizga millionta banchka kerak emas, bu oddiy marketing va hozir skincare qimmatligini biz yaxshi bilamiz. Ayniqsa men o'zim yaxshi ko'rgan koreyskiy uxot mahsulotlari. Shu uchun yuzga zarar bermasdan qanday qilib pulni tejash haqida maslahatlarim bor. Birinchisi va eng muhimi bu mahsulotlarni oxirigacha ishlatish. Agar TikTok yoki Reels'da siz qanaqadir viral mahsulotni ko'rib qolsangiz, uni darrov sotib olishga shoshilmang. Hozircha prosta saqlab qo'ying. O'zingizning mahsulotingiz tugagandan keyin o'shani olaverasiz. Chunki bir vaqtni o'zida juda ko'p mahsulotlar va aktivlar ishlatsangiz, bu nafaqat qimmat, balki teri baryeri ham buzilishi mumkin. Ikkinchisi bu bazaviy mahsulotlar uchun ortiqcha pul to'lamang. Penka, krem va SPF samolyot qanotidek qimmat bo'lishi shart emas. Chunki ularning tarkibida qanaqadir maxsus qimmat aktiv bo'lmaydi. Bu buncha siz prosta brend va hype uchun to'laysiz. Aytgancha Telegram kanalimda shunaqa mahsulotlarning podborkasi bor, qimmat emas, bazaviy lekin yaxshi. Va yana bir muhim maslahat, agar teringiz umuman olib qaraganda yaxshi holatda bo'lsa, kuchli yallig'lanishlar, katta komedonlar, chuqur postakni yoki qattiq qurish bo'lmasa, sizga katta skincare rutin kerak emas. Sizga shart emas 10 xil mahsulotlar, pedlar, har bir zona uchun alohida krem va yana millionta banchkalar. Sizga oddiy minimalniy uxot yaxshiroq ishlaydi. Maslahatlarim foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying va obuna bo'ling. Всем пока!